Mana bu chap qo'lim, bu o'ng qo'lim. O'ng tarafimda yotibdi. O'ng qo'l istasa-ki, o'ng qo'lingiz mana shu. Buyoqqa. Yurak odatda tush suyagining ortida va katta qismi chap tarafda joylashgan bo'ladi mana shu holatda. Mana shu yerdan qidirib ko'ramiz yurakni. Ozroqgina uchlari ko'rinib ketadi, atak yo'q. Mana chap taraf emas, o'ng tarafini ko'ramiz. Mana yurak. Mana. Bu akaning yuraklari o'ng tarafda joylashgan ekan. Kamdan kam holatlarda uchraydi. Oldingi taraf